yo'ldosh qarisa erta tug'ruqqa olib keladimi degan savol siz ham eshitganmisiz? Ya'ni yo'ldosh qarishi nimalarga olib kelishi mumkinligi haqida agar bilmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Aslida o'zi yo'ldosh bu gomogen, ya'ni bir tekis jigarga o'xshash hosila hisoblanadi hamda homilani qon bilan ta'minlash va oziqlantirish uchun kerak bo'ladi. Yo'ldoshning asosan 4 ta darajasi mavjud, ya'ni 0-chi, 1-chi, 2-chi va 3-chi darajasi. Hamda homila muddatiga qarab ular o'zgaradi. Sizlarga misol, ya'ni homiladorlikni 28 haftagacha 0-chi darajasi bo'ladi, ya'ni bir tekis bo'ladi. 28 haftadan keyin 34 haftagacha bo'lgan muddatda 1-chi daraja bo'ladi va unda darajani asosan bizga ko'rsatkichi bo'lib hisoblanadi. Bular oxiklanish, yog' to'qimalari, ya'ni жировые отложениyalar sekin-sekin ko'payishni boshlaydi. Keyin 2-chi daraja bo'ladi, ya'ni bu oxiklanishlar ko'payadi va 3-chi darajasi. Hamda yo'ldoshi erta qarishi bu aytiladi o'zini muddatiga xos bo'lmagan yetilishiga. Ya'ni aytaylik sizda 28 hafta, lekin sizda 2-chi daraja yetilishi bor. Ya'ni aslida 2-chi daraja 34 haftadan keyin bo'lishi kerak, lekin sizda 28 haftangizda shu daraja agar UZI ko'rsatkichi bo'lsa, sizda demak erta qarish belgisi bor. Bu nima degani? Demak, yo'ldosh erta qaridi va o'zini vazifasini bajara olmadi degani. Shuning uchun azizlarim, agar sizda yo'ldosh erta qariyapti degani, bu erta tug'adi degani emas. Shunchaki siz yo'ldosh erta qarishiga olib keluvchi sababni bartaraf qilsangiz, shuni o'zi yetarli. Sizda ham yo'ldoshingiz erta qaridi deb berishdimi UZI bo'yicha? Agar shunday bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring.